Assalomu alaykum meni qadrdonlarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? Qadrdonlar, bugun sizlar uchun noodatiy video chiqadi. Ko'pincha buni grup deydi, ya'ni artistlar, hofizlarimiz shu kolbasa ham, sasika ham deb qo'yishadi lekin. Cho'ta apparatning mazasi yo'q. Ovozim atak chiroyli-yu, mikrofonni ham mazasi yo'q. Baxtiyor, tanishganimdan xursandman. Kayfiyatni ko'tarib oldingizmi? Biz sizni kayfiyatingiz uchun ishlaymiz. Siz like, podpisatsiya ham bosimsiz. Bosib qo'ying. Короче, hozir boramiz. Ahror Mirzamidinov Shohruh to'yxonasida repetitsiya qilayotgan ekan. Boramiz. Ozgina noodatiy video chiqaramiz. U kim degan savollaringlar bo'lishi mumkin. Hozir men klipini qo'yib beraman. Ana shu bola haqida gap ketadi. mp3.net taqdim etadi. Sensizlikda yashamoqqa, sendan o'zga yor sevmoqqa, sen bilan faqat do'st bo'lmoqqa o'rgatma, meni o'rgatma. Sensizlikda yashamoqqa, sendan o'zga yor sevmoqqa, sen bilan faqat do'st bo'lmoqqa o'rgatma, meni o'rgatma. O'rgatma ayriliqqa, o'rgatma yolg'izlikka. Baxtli kunim senda o'tdi, sensizlikka meni o'rgatma. O'rgatma ayriliqqa, o'rgatma yolg'izlikka. Baxtli kunim senda o'tdi, sensizlikka meni o'rgatma. Qadrdonlarim, Istiqlol shahrining tabashari eng chiroyli va bag'ri keng Shohruh to'yxonasiga yetib keldik. Bekorga emas qadrdonlarim, hozir men sizlarga Ahrorjon Mirzamidinov bilan tanishtiraman. Videoni o'tkazib yormang, chunki hammasi hali oldinda. Yalanga yoshligimni eslasam jim, ko'zlarimga turtar edim gurdan olni. Qora nonga to'yganda ham shod ko'nglim, seni jonni sevar edim, seni jonni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahrorjon, shundan mikrofon taqib olay. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Tolibjon aka. Siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Durustmisiz? Qadrdonlar, men sizlar bilan tanishtirmoqchi bo'lgan insonimiz mana Ahrorjon Mirzamidinov. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat akam, ishlaringiz yaxshimi? Durustmisiz? Rahmat. Aka, siz qalaysiz? Yaxshimi? Yurg'iz. Qadrdonlar, bugun bejizga kelganimiz yo'q. Ahrorjon ukamizga savollarimiz bor, shu bilan kelganmiz. Ijodda nima gaplar? Ancha vaqtlardan beri ko'rinmay qo'ydingiz mana. Ijodda Xudoga shukr, ko'rmasak ham uy sharoitida repetitsiya deydi, ya'ni mashq qilib turibmiz. Ancha san'atda pauza bo'lgan sababi oilaviy sharoitlar bilan ijodda chekinish bo'lib desak ham bo'ladi. Lekin ijoddan to'xtaganingiz yo'q. Yo'q, hech qachon to'xtaganimiz yo'q. Uy sharoitida repetitsiya qilib turibmiz. Bugungi repetitsiya nima uchun to'yxonada bo'lyapti? Nima sababdan? Bugungi repetitsiyamiz ya'ni shundan iboratki, yangi apparat olib kelganmiz. Xolis niyatlar bilan. Ko'rdim bu. Oho. Ahrorjon, bu apparatlar ko'rinishidan yangi-yu, boshqacha o'zi. Yangi. Ha, akamjonim, apparatlar Xudoga shukr yangi oldik. Ya'ni yangi apparatlar bilan ijodni boshladik. Xudo xohlasa shu
mana shu to'yxonaning atmosferasiga moslashtirib, xalqni xizmatini qilish shu niyatda olib keldik. Ahrorjon, bu apparat ko'rinishlari ham boshqacha-yu, bunaqasini ko'rmagandim, lekin bu qayerdan olib keldingiz buni? Ya'ni bu model italyanskiy model bo'lib, ya'ni bu podzakaz olib kelganmiz, brat. Ya'ni bu Toshkentdan kelgan, Tayvanda ishlab chiqarilgan, podzakaz kelingan, ya'ni zakaz orqali olib kelganmiz Toshkentdan. Podzakaz keldi-da. İtalyanskiy firma. Ko'rinishlari ham bir boshqacha ekanda, haligi звучанияsi ham haligi zo'r chiqyapti-da. Shunga Shu hayron bo'ldim. xalqimizga yangilik, ya'ni ko'rsatish maqsadida необычный variant tanlaganmiz. Mana setkalari ham boshqacha, ya'ni звучанияsi ham Xudoga shukr yaxshi, объемный, xuddi mana shunaqa to'ylarga moslashgan, to'yxonalarga moslashgan apparaturadan. Kelinchi hozir optik katta, staji juda ham katta bo'lgan Tolpakadan so'rab ko'raylikchi. Kelinchi vaqti. Tolpaka, siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Ancha bo'lib ko'rishmaganimizga. Haligi mikrofon berib turing. Hozir akaga. Aka, mana qarang. To'ylarda juda ko'p yurasiz. Va necha yildan beri? Men 86-yildan beri. O'shandan beri to'yda yurasiz. Juda ham ko'p apparatlarni ko'rgansiz. Bu apparatga necha baho, ya apparat haqida nima deya olasiz? Ne apparati yaxshi, yaxshi toza beryapti, ob'yomlari yaxshi. Nima deydi? Ay niyat qilibdi, yigit mana niyatiga yetishib bo'lsin, yaxshi apparat. Yo'q, nima deyamiz, firmini toza beryapti. Uni Yamaha ham cholsang va nima qiladi? Apparat zo'r bo'lsa cholganda maza qilib yorasizmi? To'g'ri. Bu живой emasmi? Nima bu? Tablak? O'zingcha. Yo'q, o chalib bo'lmaydi. Молодец, gap yo'q. Молодец. Ismingiz nima sizni? Baxtiyor, tanishgandan xursandman. Ahror bey, bu nimaga? Anavilarning bo'yi men bilan teng, bu baq qo'yib qo'yibsiz. Bu nima rol bu? Nima rol bajaradi endi bu? Bu endi monitor sifatida ishlatiladi. Ya'ni monitor degani mana shu o'zimiz uchun aytayotgan qo'shig'imizni, ya'ni eshitib turishimiz uchun. Ha, mana bularchi, bu nima? Bu mikserni pult deb hisoblanadi. Ya'ni bu Dynacord firmasiga tegishli nemetskiy 3-versiya. Bular ya'ni usilitel, konets ham deyiladi, artistlar tilida deyik. Ya'ni bu o'sha apparatlarga звучаниyaning ovozini kuchaytirib beradi. Ha, tushunarli. Bunisi esa mana shu ishlab turgan apparatlarimizni kuchlanishini, stabilizator, ya'ni bir xillik vazifasini to'kda bajaradi. Yangi ekan, pachkami bu hammasi? Bular shu. Hali men chang ko'rmayapman-da. Любой artist algisi qilsa changroq bo'lib turadi. Endi maqtash emas, brat. Ya'ni bular hammasi yangi, bir-biriga nima desam bo'ladi, bir-biriga mos. Ya'ni bir-birini ishini bir-biri ko'taradi. Ya'ni 10 kilovatli stabilizator bo'lsa, konetslar ham xuddi shunga moslashgan. Bu kolonkalarimiz esa, ya'ni tagdagisi niskachastotniy deydi, ya'ni bass deb aytiladi. Bular esa средний va высокий частотный kolonka. Ko'pincha buni grob deydi, ya'ni artistlar, hofizlarimiz shu kolbasa ham, sasiska ham deb qo'yishadi lekin. Shunaqa Gap yo'qligi shunaqa ham deydimi? Shunaqa kamroq ishlar, gaplar shunaqa ham bor. Qadrdonlar, barcha zo'r narsani aytaman sizlarga. Artistlarga ham oson tutavermayni. Mana bu o'zi 45 kilo ekan. Bu 45 ga ikkalasi 90 kilo. Kolonkalar necha kilo Ahror bey? Bu usilitilimizning og'irligining sababi shuki, ya'ni hozir biz bir komplekt apparat qo'yganmiz. Xudo xohlasa, to'yda kelin-kuyov tomonga ham xuddi mana shunday bir komplekt apparat qo'yiladi. Shuning uchun bu shunga moslashilgan, расчет qilingan. Hozir biz yarim оборотda ochib, repetitsiya qilib, kamroq shu to'yxonaning atmosferasiga moslashtirib, repetitsiya qilib, shida nastroyka sozlab olish deydimi? Shunaqa deydi. Nastroykasi shida, shunga to'yxonaga keldingizlar. Albatta. Bu hali bir komplekt bu. Hali yana bir komplekt bor. Xuddi mana shu apparatdan bir komplekt. Dahshat. O'rtoqlar, sizlar bir eshitib ko'rmasanglar bo'lmaydi.
Voy, jonli-yu. Sizlar jonli aytyapsizlarmi? Ha, hozir jonli repetitsiya deydi, ya'ni apparatlarni sozlab, ya'ni ovozini kamroq mashq qilyapmiz. Gap yo'q. Ahrorbek, apparatlar bilan tanishdik, juda ham yaxshi, nasib qilsin. Rahmat. Endi bu tarafga o'tib gaplashsak, chunki bu tarafda oftob chiqib turibdi, kameraga mishat qiladi. Apparatlarni tushundik, juda ham yaxshi, nasib qilsin, yaxshi kunlarda ishlating. Rahmat. Qolaversa, haligini aytmoqchi edim. Nima demoqchi edim? Buni tushundik. San'atda, ijodda nima gaplar? Ijodda Nima yangiliklar bor? Xudo xolasa harakatdamiz, ya'ni apparat olishdan maqsadimiz ham xuddi shu, ya'ni ijodni yana ham kuchliroq qilib, yangi ijod qo'shiqlardan desak yaxshi bo'ladi. Harakatdamiz, xudo xolasa tez kunlarda yangi qo'shiqlar premyerasini qilamiz. Xudo xolasa sizning kanalingizda premyera bo'ladi akam. Yangi sizda qo'shiqlaringiz bor, 5 bering. Men bitta ana bu yaxshi ko'rgan ashulam bor. Hozir xudo xolasa qarang. Hozir algin syomkamiz tugatganimizdan keyin o'sha men yaxshi ko'rgan ashulam bor. O'shani muxlislarga ham qo'yib bersak. Albatta, mayli. Maylimi? Xo'p. Ahrorjon, mana hozir bizni ko'rib turgan hamyurtlarimiz bor. Kerak bo'lsa vaqtida u to'ylarda ham yurgansiz. To'ylarga borgansiz, konsertlarni qo'ygansiz. To'y, masalan, o'g'il uylantirmoqchi bo'ladi, qiz chiqazmoqchi bo'ladi. Mana gap to'g'risida, agar zakaz qilsa, zakaz qabul qilasizmi yoki qanday? Albatta zakaz qabul qilamiz. Ya'ni apparat olishimizdan maqsad, ya'ni xalqimizni xursandchilik kunlarida xizmat qilish niyatimiz xolis. Xudo xolasa xalqimizni xursandchilik kunlarida xizmat qilamiz. Zakaz olinadi. Qadrdonlar, hozir telefon nomer qoldirib qo'yaman. Allo desanglar, Ahrorjon ukamizga tushasizlar. Zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, qiz uzatasizmi, o'g'il uylantirasizmi? Farqi yo'q. Keyin hujjat viloyati bo'ylab, farqi yo'q. Любой joyga zakaz qilmoqchimiz, mana nomer. Ana aka-ukalar, opalar, singillar, hamyurtlarim, bugungi video sizlar uchun foydali bo'ldi deb aytgandim-ku. To'xta. Ahrorbek, bitta narsa esimdan chiqdi. Bitta savol bor edi, qadrdonlar. Nima uchun endi imенно keling. Nima uchun endi imенно shu to'yxonaga kelib repetitsiya deysizmi? Shunaqa qilib olsizda? Bu to'yxonaga kelishimizdan maqsadimiz shuki, ya'ni hozirgi paytda shahrimizning eng oldi to'yxonalaridan biri. Kengroq, auditoriyasi katta desak ham bo'ladi. Xalqimiz asosan shu to'yxonalarda, hozir qishloqda emas, ko'proq to'yxonada o'tkazyapti. Ko'cha sharoit oldin bizda ko'cha sharoitda bo'ladi. Shuning uchun biz ham apparatni mana shu to'yxona atmosferasiga moslashtirib, ya'ni reglovka qildik. Tushundim. Chunki to'ppa-to'g'ri. Ya'ni bir gapni ham aytib o'tib ketayin, to'yxona egalariga ham, sohiblariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan keyin ham zakazlar ko'payaversin. To'g'ri aytasiz. Endi tushundim. Katta rahmat, to'ppa-to'g'ri qadrdonlar. Aka-ukalar, bu to'yxonamiz katta to'yxona, Tabasharda, Istiqlolda. Letniy to'yxonasi ham bor, mana o'zingizlar videoda ko'rib turibsizlar. Qolaversa, xalqimiz tilida o'rganib qolgan zimniy to'yxonalari ham bor, mana videoda ko'rib turibsizlar. Agar Istiqlolda, Tabasharda shu to'yxonada to'y qilamiz desangiz, bularni ham nomerini qoldirib qo'yaman. Ana sizlar uchun yangiliklar. Yangilik katta bo'ladi deganman-ku. Bu hali hech narsa emas. Xudo xolasa, bundan keyingi videolarimiz nima haqida bo'lsin, kommentariyada yozib qoldirib qo'ying. Agar oxirgacha ko'rgan bo'lsangiz, oxirgacha ko'rdim deb yozib qo'ying. Qadrdonlar, keyingi videoda ko'rishguncha